Assalamualaikum kızlar. Bugün yapacağımız dersimiz baklava. Bu baklava getirdiğim materiallar ise yağdan muvaffak miktarda, üzümden muvaffak miktarda, un, 200 gram un, 3 tane tuxum, qatiqdan 140 gram qatiq, tuzsuz sarmay, tuz yo'q sarmaydan 180 gram sarmay, quyruq may, dümbü maydan 65 gram, süt, 100 gram süt, bir çimdim tuz, bir çimdim soda, karbonatdan küçük bal kaşıkta yarım bal kaşık tuz, yarım bal kaşık karbonat. Ondan keyin şekerden 120 gram şeker. Muş materyallar getira hanımlar bu baklavaga. Kızlar, biz mavi baklava için getirgan 3 tal tuxumning bir danesiniki serig'ini xamirni yo'g'irish uchun ishlatamiz. 2 dona serig'ini bo'lsa, yuziga surkab zinashlash uchun ishlatamiz hanımlar. Shuning 2 dona buningga, bir danesini buningga ayirib oldik. Undan keyin 3 dan tuxumniki eqini boshqa bir qachiga arib olgandan keyin buningga tayyor qo'ygan 120 gram şekerimizni töküp tokluk köptürgüçlü köptürümüz. Rişal alet ekvalımız appak. Akargoçan köptürümüz. Bunun da dikkat kıldığın noktalar olsa aldı bilen muşu işletken uçumuz suyuqi mayuq bulmagan quruq haleti buluşu gerek. Hem bu işletken kaçımız mu quruq halette pakiz buluşu gerek. Bulmasa bizimki bu rişalimiz köptürüşümüz qalbilik bulmay. Köptaygan seri bezdirib turgan ahvollar yuz berdi. Shuning uchun mushu ikki narsani pokiz ishlatishga diqqat qilsak bo'ldi. Endi biz bir pokiz bo'lgan ko'rimizga mavu 180 gram siyrak may bilen 65 gram dümbü mayimizni qo'ydik. Quyruq mayni qo'yib buni eritib olamiz hanımlar. Rishalalat kep aqarg'uchan biz mani eritib tayyor qilamiz. Mana hanımlar bu erib tayyor oldu. Endi bu erigandan keyin buni o'tdan o'chirib o'tdan oldik. Evvelib buni suvib ilma alat kaygan qo'yib qo'yamiz. Mana hanımlar bu tuxumni eqi bilan şeker köpüp muşunda rishal halatiga keldi hanımlar. Endi biz buni to'nglatgandan keyin bizda saqlash bo'limchasiga qo'yib muzlatgich qo'yib qo'yamiz. Endi ikkinchi qadamda biz tayyor qo'ygan bir dona tuxumimizni mana xamir yo'g'irish mashinasiga qo'yib oldik. Buningga sutimizni qo'ydik. Onun keyin qatig'imizni soldik hanımlar. Endi buni toza yaxshi aralashtirib olamiz. Buni yaxshi aralashtirib olgandan keyin bir chimdim tuz bilan bir chimdim yana sodani karbonatni to'kdik. Buni to'kib yana davomli aralashtiramiz. Endi buni aralashtirib olgandan keyin boyaqi ilman holatda tayyor qo'ygan quyruq mayimiz bilan mavu seriq mayning sarmayni aralashmasini qo'ydik. Quyib buni yana aralashtirib olamiz. Endi bu aralashmaning ustiga tasqab tayyor qo'ygan unimizni az-azdan sep turib, yumshoq bir xamir yo'g'irib olamiz hanımlar. Qotni asfalt akilib turib qilamiz, bunisi un chechirib turdi hanımlar. Mana. Mush tariqada az-azdan uni quyib turib, xamir yo'g'irib olamiz. Xamir yoğurish jarayonida cho'rsiga yepishib qolgan ullarimizni o'tirisiga to'plab
qaytadan mang'izib xamir yo'g'ilmasa. Buna hanımlar, bu xamirimiz yoğurulup oldu. Bu xamir şundaq yumuşaq. Şu qo'lliq çaplaşmaydigan şundaq yumuşaq bir xamir oldu hanımlar. Bek yumuşaq ketib uncalab yurmang. Şuna usul bo'ldi. Endi biz bu xamirimizni yağ bilan üzümni uşaq to'g'rag'icha 10 minut tundirish qo'yib qo'yamiz. Ishlatgan üzümimizni cho'qib yuvib, shundaq qog'ozning ustiga qo'yib turib, üstünü besip, suyunu tamamen tügütotqanda andak işletimize. Mana yuvib ishlatmasangiz, bu quritish jarayonida bir xil loylar chaplashib, to'zalan arsida. Bir xil qop-qora yundi chiqadi ekan xonimlar. Shuning cho'qim yuvib ishlatishga diqqat qiling. Endi buni yong'oq bilan qo'shib ushaq to'g'raymiz. Qizlar mana yong'oqning bunday bütün chiqqanlarini elib qo'yib, qolgan qismini mana ustiga bezash uchun ishlatamiz. Qolgan qismini mana üzüm bilan aralashtirib, buni ushaq to'g'rab tayyor qilib olamiz. Mana qiymimizni tayyor qilib oldik. Endi buni 3 ga bo'lib turib, xamirga sepib ishlatamiz xonimlar. Endi tinib tayyor xamirimizni bundaq 4 o'xshash cho'nliqda 4 parchaga bo'lib oldik. Endi buni zugul qilib, har birisini nefis may qog'ozini ustiga qo'yib echib olamiz. Mana qizlar zugul qilib oldik. Endi biz bu xamirimiz yumshoq bo'lishga Muş may qog'ozniki üstüge koyup durup çoğunlukimiz bu sekileklerimizden yardımıyla muş may qog'ozniki çoğunluğu lisimizden çoğunluğu da çoğunluğumuz. Eğer de bizden lisimiz kiçikrek lis olsa bunu xalqan özümüzün lisi karta bilekleyip bölsek buldu. Benim lisimga muşu 4 bilek bölüp qo'yaldık hanımlar. Her kim özünün lisiniki çoğun kişilik karta bilekler bölüp çoğunlası buldu. Endi biz bunu çoğuntup boğan ki haltını alayım. Bir qo'llab turgan boşqa sel açmağım epsiz olup kaldı. Endi şu may qog'ozning üstüge koyup, başı listimning çoğunluğu da içi oldu mene. Mana qızlar buni içi oldu. Endi bunu biz listimizga solamiz. Endi biz bu xamirimizning may qog'ozni listimizga to'qib kilisi savagandan keyin abaytin tayyor qilgan risholining 3dan 1 qismini buning milab chiqimiz xonimlar. Tashi milab chiqimiz. Mana risholini milib oldik. Endi yog' mag'zining 3dan 3 ga bo'lib, 3dan 1 qismini buning sepimiz. Mana qizlar üzüm bilan yong'oqni sepib olgandan keyin ikkinchi bir parcha xamirni yeyib oldik. Buni avaylab turib, mush xamirning ustiga yapamiz. Yepib, undan keyin mayla qog'ozni asta chiqarib atamiz. Dömküm turib qo'yaylik. Asta Endi bu xamirning ustiga risholimizni miylayib chiqamiz. Xonimlar, mush tariqada risholini miylab, üzüm bilan yong'oqning qiymasini sepib, yana bir parchani yeyib, uni qo'yib, o'sha 4 qat qilamiz xonimlar. Dördüncü kat xamirni qo'yib olgandan keyin buning ustiga tuxumniki 2 tal tuxumdan sıyırgan sürükeyimiz.
Mına hanımlar 2 tal tuxumni tek şimilap bolduq. Endi biz buni pichoqning yordamida shakl chiqarib kesib olamiz. Mana şekil çıkıp kesip olgandan keyin endi biz bu yangakning mushu o'ttirsiga har bir shaklning o'ttirsiga po'tirib chiqamiz xonimlar. Mush tariqada. Mana yangakni bezib oldik. Bunu duxovkani oldin 180 Selsiya gradusga isitib 35 minutdan 40 minutgacha pishirib olamiz. Mana baklava pishib tayyor oldi xonimlar. Siz ham oilangizni sinab ko'rib baqingizlar, bak yeyishlik bektamlik. Buni mana issiq vaqtida kesib, shakl chiqarib iste'mol qilsak bo'ldi.